Bugun Xitoydan zakaz qilgan narsalarim keldi. Kelinglar o'shalarni bugun rasmda va hayotda qanaqa kiyganini solishtirib ko'ramiz. Birinchi o'zimga zakaz qilgan narsalardan boshlayman, to'p kiyib ko'rsatish uchun sizlarga. Birinchisi shunaqa yozgi kardigan oldim. Hozir kiyib ham ko'rsataman. Materiali juda ham yupqa, havo o'tkazadigan bo'lgani uchun ham yozda bemalol kiysa bo'ladi. Keyingisi. Bu men eng ko'p kutgan narsam. Wow, materiali ham zo'r ekan buni. Mana shunaqa kofta. Ey xudoyim, menga yaraysin. Mana shunaqa turishi. Lekin hozir dazmollamagani uchun ham menimcha shunaqa turibdi. Buni stilizirovat qilib, chiroyli qilib kiysam, menga ham juda ham zo'r turadi. Keyingisi. Buni hijobli qizlar ham olsa bo'ladi. Yozga ham mos, qalin emas, lekin yengi uzun. Wow, buni qaranglar. Materiali 100% havo o'tkazadigan. Qaranglar, qanaqa chiroyli turibdi mana yengini. Ichi aynan oq jinsilar yoki молочный yoki jigar jinsilar bilan stilizirovat qilsa, vashshe chotki ketadi. Endi bu ham lonsli. Va bu yerda Porsche muxlislari uchun bu orqasi, bu oldi turishi. Qo'yiga o'xshab unchalik keng emas ekan, lekin yengni yopadi va yoqamiz. Buning ichida, конечно же, oyoq kiyim. Mana shunaqa oyoq kiyim. Vashshe asal ekan. Oxirgisi. Bu jinsi begi saylar. Buni rosa qiziquvdim qanaqa kelishiga. Agar yoqsa o'zimga ham olaman. Wow. Qaranglar, kengligi ham juda ham ideal darajada. Qalari mana shunaqa. Xuddi shunaqa turadi. Bular hammasini qanaqa qilib zakaz qilamiz, qayerdan zakaz qilamiz desanglar, aynan shu Telegram kanal orqali zakaz qilishingiz mumkin. Bu kanalga ham, menga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.